Biz har qanaqa hayotdagi kashani ichida bo'lmaylik. Aniq ishonaylikki, agar Alloh olib chiqaman desa, ishonib bo'lmaydigan joylarni olib chiqadi. Bo'ldi, men bu yerdan chiqmasam kerak deb o'ylaydi inson. Lekin Alloh shunday joylardan olib chiqib ketadi. Qur'onda payg'ambarlarning qissasida Alloh taolo juda ham ko'p marotaba buni misolni keltirgan. Musa alayhisalom qissasi masalan. Musa alayhisalom Bani Isroil xalqi bilan qochib chiqib Fir'avnning zulmidan dengizga kelib taqalishgan paytda ularni ortidan ana shu zamonning eng qudratli armiyasi bostirib kelayotgan paytda ularni o'ldirib yuboramiz, qirib yuboramiz deb kelayotgan paytda ular zaif ayollar bilan, bola chaqalar bilan qurolsiz holda turishganda nima deyishadi? Biz tamom bo'ldik deyishadi. O'ldik deb o'ylashadi. Lekin Musa alayhissalom qat'iy